Demak, bizda hozir Surxondaryodan kollegamiz kelganlar, Shohnoza Faxriddinova, ginekolog reproduktologlar, ko'p yillik tajribaga egalar. Mana hozir har doim vrachlar o'zini ustida ishlab tursa, ular har doim nima deydi, patsientlarga yordam istaydi. O'zlari ustida ishlab, bir necha ko'p klinikalarda bo'lganlar, malaka oshirishlarda bo'lganlar va hozirda biz klinikaga mana bugun malaka oshirishga kelibdilar. Vrachimiz tabriklayman, iloyim. O'ylaymanki, biz klinikadan ozmuncha bo'lsa ham, sanalgalar bo'lsa ham, kopilkangiz yanada to'lib, yaxshi patsientlaringizni nima deydi, kelajakda olgan tajribalaringiz qo'llaysiz deb umid qilaman. Rahmat ustoz. Shu vaqtgacha bir necha klinikalarda bo'lgan bo'lsam, sizni ancha vaqtdan beri kuzatib kelyapman. Bilimingizni qizg'anmasdan bemalol o'rgatdingiz. Rahmat ustoz. Klinikaga ham, ayniqsa sizga ham juda ham havasim bor. Minnatdorman shuncha juda. Xursandman. Ustoz deyishni aytamiz. Klinikaga yetadi. Ustoz deyman. Sizdan bilim oldim men. To'g'ri. Nima deydi, bitta bukva sizga o'rgatgan bo'lsa ham ustoz hisoblanadi o'zi aslida, lekin shunchalik biz nima deydi, hurmat qilib, shu klinikani kuzatib, natijalarimizni qiziqib, mana patsientlarimni jo'nataman, shuncha ko'rib ketyapsiz. Bu patsientlarga bo'lgan juda ham nima deydi, ответственность-da, qachonki vrachda ответственность kuchli bo'lsa, o'sha patsientlar uchun jon kuydirasiz. Bu hammaga ham berilmaganda, shuncha shu narsa ko'rinib turibdiki, olaman, bilaman deganim biz ham shu ustozimiz o'rgatgan, bilimlarni o'rganmagan, biz ham kimgadir bersak savobi ham bor, patsientlarga ham foydasi bo'lsa xursand bo'lamiz.